Assalomu alaykum, hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari. Bugun 2026-yil 4-mart sanasi G'iznon tumanida tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni boshlaymiz. Dastavval biz o'zimizni yangi chiqqan kredit mahsulotimizni tanishtirib o'tamiz. Shundan keyin kimda qanaqadir savol bo'lsa, kreditga ehtiyoji bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Tronbank tomonidan Tronbank tijorat bankiga biriktirilgan mahallalar uchun yangi mahallada biznes produktimiz yo'lga qo'yildi. Bu produktimiz 4 yil muddatga 3 oy imtiyozli davr bilan beriladi. Kredit berishdan maqsad o'sha mahallada biznes boshlamoqchi bo'lgan, biznesga ehtiyoji bo'lgan fuqarolarga o'z biznesini boshlashi uchun shu mahsulotimizni taqdim qilamiz. Bundan tashqari mahalla loyihasi degan kredit produktimiz bor, biznesga birinchi qadam degan kredit produktimiz bor. Biznesga birinchi qadam produktimiz 3 yillik beriladi, 25% bilan beriladi. O'sha o'zini band qilgan fuqarolar uchun. Loyihasi kreditimiz bor, bu 50 milliongacha beriladi. Agar kimlar ehtiyoj bo'lsa, yoki qanaqadir savollar bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Men Kenjayeva Sho'rqizlar shu Mustaqillik mahallasida istiqomat qilaman. Menga kerak kredit bir 50 million atroflarida, chunki men o'sha qarayapman, hozir shunaqa sharoit bo'lib qoldiki, chorvachilikdan shug'ullanmoqchiman. O'sha ko'ramiz, ehtiyoj ko'chada ovqatlanishga ko'payib ketyapti. Restoran, qadama-qadam kafe, restoranlar, shuning uchun menga imkon qadar arzonroq foizda menga kredit ajratishlarini iltimos qilib so'radim. Yigitlar, lekin rostdan foizga lekin chorvachilik, qo'y, tovuq qilmoqchiman. O'shanda yo'ldan berilgan. Ikki xil kredit produkti borda, masalan, to'kin yo'llanmish tomonidan chiqariladigan oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha avval 33 million so'mgacha beriladi, hozir 50 million so'mgacha berilgan. Foizi qanday? Foizi 18%, 17-18%. Ikkinchi produktimiz hozir aytgan o'sha produkt mahallada biznes produkti bu 50 milliongacha beriladi. O'sha chorvachilik yo'nalishi. Ana o'sha 50 million 18%ga beryapman. Nima qo'yishimiz mumkin biza? Anaqa taqiqqa nima qo'yiladi? Nima kafil bilan beriladi. Kafil ishlash kerak. Kamida 6 oy, kafilni o'sha kartasi 6 oy rasmiy daromadga ega bo'lgan fuqaro, yana buni o'sha skoringa qattiqdan tekshiradi. Masalan, kafilni o'zini nomida agar krediti bo'lsa, o'sha qarz yuki degan narsa bu. Ya'niki, masalan, siz 6 million oylik olasiz, 3 million qismigacha sizga kredit ajratish mumkin. O'sha kredit to'lovi oyiga 3 million so'mgacha chiqish mumkin. Bundan zo'r chiqish mumkin emas-da. Agar kafil masalan deylikki 6 million oylik bo'ladi, 2 million so'm kreditga to'lov qiladi, ya'ni 1 million qismigacha o'sha kredit nima chiqsa, kredit to'lov chiqsa, u kafil bo'la oladi sizga. Ishlamaydigan odam bo'lmaydi. Ishlamaydigan kafil. Yo'q, kafil topamiz. Agar kredit ana o'quvchi, o'qiyotgan studentlarga majbur qiladi, maktabda 19 yoshdan. Bizning produktlarimiz o'zimizning Tronbankdan chiqarilgan produktlar 19 yoshdan boshlab, bu hokim yordamchilari bilan o'sha 89 yosh. Shuni aniqlab beringlar, 19 yosh bo'lsa, katkazani qizimiz o'zi student, unga akademik qilsak, shu chorvachilikni yo'lga qo'yib shakllantirsak bo'ladimi? Lekin ish haqida yo'q, ular o'qiydi bular. Siz bilasiz, 18%ga o'sha hokimiyat konchilarida 18 yoshdan boshlanib beriladi. U o'rtacha bonus kafil bo'ladi. Bo'ladi. Hozir yana bundan boshqa o'sha yaqinda o'sha Asakabank chiqdi 100 million so'mgacha 18% bilan kartaga to'lab beradi. Aynan yoshlar uchun 30 yoshgacha bo'lgan, 19 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar uchun. Yana qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, biz bemalol